Uzun bor, lekin botanический sadga tushib qolgandek his qilaman bu. Ziloni zonani qilib qo'yishganini qaranglar, вообще шикарный lekin qoyil. Tepaning bitta zo'r mahallasidan katta fayzli bitta xonadonni obzorini qilib beraman. Qaranglar, mana shu yerda o'tgan xonadonimiz, fasadi 20, ichkarigi 30, 6 sotuk ko'chalarni qaranglar, kattaligini, огородlari вообще katta. Uchtepa tumani, O'rikzor, Zarafshon mahallasida hozir xonadonning ichiga kiramiz. Qaranglar, xonadonimiz kirgansiz, bemalol 2-3 ta mashina sig'ib ketadi. Mana bu yoqni qaranglar, вообще ziloniy zonani boplab qo'yishgan, juda fayzli, go'zal. Qaranglar, lekin odamning havosi keladi. Вообще шикарный, katta hovli. To'g'ridagi eshikda kichkinagina basseyn, sauna bor ekan. Oxirgacha bitmagan, ozgina ish qolgan. Chap qo'ldagi xonada sanuzel, bu yoqda to'g'rida letniy kuxnya joylashgan. Hozir xonadonning ichiga kiramiz. Xonadonga lekin okamga yaxshigina pul tiqib qo'yishib. Mana bu yoqga shunday chiqasizlar-da. Hamda vid qaranglar, вообще шикарный. Bag'ridiling ochiladi. Hozir xonadonning ichiga kiramiz. Qaranglar, kirganimizda katta hol. Вообще zo'r lekin. Mana bu yerda kamilla bor ekan, kamilla полностью ishlar ekan. Hop, bu yoqdan boshlaymiz. Mana bu yerda zal, частичный mebel texnikalari qoladi. Qaranglar, remontlari akkuratniy bo'lib turibdi, yomon bo'lib ketmagan. Mana bu yoqda spalna. Mana spalnani ham qaranglar. Вообще zo'r lekin. Hozir sizlarga sanuzel, yoshxonani ko'rsataman. Mana bu yerda sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Endi oshxonaga o'tamiz. Bu yerda endi zimniy oshxonada ikkita oshxona. Mana bu yerda bemalol oila davrida ovqatlanib o'tirasizlar. Mana bu yerda ovqat pishirib, вообще cho'tki lekin. Endi bu yoq tarafga o'tamiz. Mana bu yoq tarafda ham yana bitta spalna bor, qaranglar. Akkuratniy bo'lib turibdi. Cho'tki lekin. Mana yoqda kichkinagina hol, bu yoq eshikdan ko'chaga chiqib ketiladi. Bu yerdan podvalga tushiriladi. Podval ham целый, katta podval. Yana bu yerda детский qilib qo'yishgan ekan, bolxona. Ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi xonasi. Bu yerda ikkinchi xona. Вообще zo'r-ku. Bitta katta oila mazza qilib yashaydi lekin. Hozir sizlarga podvalni ko'rsataman. Podval ham целый, katta podval. Podvalni qaranglar kattaligini. Shu xonadonimizdagi полностью podval ekan. Bu yerda yana bitta xona bor. Sal bardakroq ekan, olmadim. Mana bu yerda yana ikkinchi xonasi. Imomidda o'zini kachelning xonasi. Вообще шикарный lekin. Kimga shu xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda egalarining raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.